Chortligingami? Sen chortsan sen o'zing, chort. Basharangga qo'ttag'imga. Suka. Basharangga qo'ttag'im. Kallingga Yoz nomerini bo'l, yozgin bo'l. 90li yoz. Yozgin hamma yozilib turdi. Yoz nomerni yoz, bo'ldi. Nima nomeringiz yozib olaman? Sen o'shakin bo'ldi, bo'ldi. Yotibsiz-ku. Terpila bashar sensan, yozgin. Bo'l, yoz nomerini. Hop, oilang bilan ekansan. Yoz, bo'l, yoz. Hop, hurmat qilib turibman. Bola chaqang yonida so'kinadimi? Bola chaqang yonida so'kinadimi? Nimani hurmat? Bola chaqang yonida so'kinadimi? Bilinib turibdi, endi olishingni. Bola chaqang yonida so'kinadimi? Sanga o'xshaganlar. Yo, san deb gapirdimmi? Turib olib san deb gapirib olsan. Nomerni yoz, bo'l. Sen bolalaring tashlab gaplashamiz. Bor mana, yozib olsang, yozib ol. Ja bo'lsa 52 bo'lishi mumkin. Ko'ting. Hozir qilgin. Davay. Boshqa ish nima qo'ying? Hozir qilgin. Bo'ldi, xo'p. Taksi odam emasmi? Mushuk agar erkak bo'lganingda bundoq qarab turib bola chaqasi bilan ekan. Men aytdim shekilli, birinchi aytdim shekilli. Men senga san deb gapirmadim, turib olaman. Sen javob berasan ko'tingiz chiqishingga. Chortligingami? Sen chortsan sen o'zing, chort. Basharangga qo'ttag'imga. Basharangga qo'ttag'imga. Suka. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xo'p, Yandexdan zakaz oldim, keldim, qarasam 5 ta odam ekan. 5 kishi ekan, 4 kishiga ruxsat bilasizlar. Xullas men oynani ochdim. Aka dedim, qaysi tomonga yuramiz? Qaysi tomonga borishimiz qiziqmi dedi. Aka, qaysi tomonga boramiz? Assalomu alaykum. Mana qaysi tarafga borishimiz qiziqmi? Shu gapidan keyin tushundim, men dedim, boradigan joyini qo'ymagan ekan, nalichga chaqirgan Yandexdan. Men aytdim, olib bormayman dedim. 5 kishi ekansizlar-da, to'g'ri chaqirish kerak edi. 5 kishi biz katta odamlar emasmiz. Gai tushunmaydi-yu mana. Yo'q, men bu 5-yangi hozir qo'lda. Gai tushunmaydi, ha, gai. Aka, o'zicha bir nimalarni ani o'tirib olib, mana bu narsaga qachat qilmang, aka. Aka, bunaqa to'g'ri gaplashing. Nima bo'ladi to'g'ri gaplashmasan? Yaxshi gapirdim, chiroyli gapirdim. 5 kishiga ruxsat yo'q, gai tushunmaydi dedim. San farzandlari bor ekan, qarasam. Yosh farzandlari u bo'lyapti, lekin javobga baribir nimadir bo'lsa shopir haydovchi bo'ladi, bilasizlar. Ko'pchilik 5 kishini olmaydi. Nimaga qo'pollashyapsiz? Bir chiroyli so'radim shekilli. Aka, bir qo'pol savol berdimmi sizga? Undan keyin boshlanib pastga tushing, o'qiling, bu o'qiling dedim. Nima muammo hozir? Shuning gaplashamiz. Aytdim, gaping bo'lsa o'tirgan mashinaga kelsam, sen men sansirayapsan, tu sansirab ketdi. U sansirasa bo'lar ekan, menga mumkin emas ekan. Lekin men birinchi so'kmadim. Dalbayo'q, u bunaqa so'kib tashladi. Nima desa sizni ko'ringlar, tupurib ham tashladi. Men birinchi marta undan xolos. Vodiydanmisan? Vodiydan bolalar qilib og'zingni sikishadi seni. Yo'q, javobmi? Basharasigacha ochib qo'yaman, hurmatli haydovchilar. Imini shuni tanib olinglar, yuzigacha ochib qo'yaman men. O'sha joydan xo'p deb oilasini hurmati, farzandlari hurmati deb men tushunmadim. Lekin boshqasi bo'lsa to'kib tashardi buni tushib turib. 102 ga murojaat qilganim, hech kimga murojaat qilganim bo'ldi, gap yo'q, ketdim lekin. Men seni qarochi yo'sinam uraman. Men seni urib borib basharangni turburchi qilaman. Hammalani nakazat qilaman. Telefon qilmasang erkak emas. Hozir qilalasanmi? Yo'q. Eshikni ochaman, hozir qilalasanmi?